Uy sotib olyapsizmi? Tabriklayman, lekin shoshilmang. Yillar davomida yiqqan pulingiz va asabingiz birgina xato tufayli kuyib ketishi mumkin. Firibgarlar tuzog'iga tushmaslik uchun mana bu muhim qoidalarni yodlab oling. Birinchidan, bozor narxidan ancha arzon uylardan ehtiyot bo'ling. Shoshilinch sotilyapti degan gaplarga ishonib, surishtirmasdan zakat berishga shoshilmang. Ko'pincha past narx ortida muammoli hujjatlar yoki sifatsiz qurilish yashiringan bo'ladi. Ikkinchidan, quruvchining obro'sini tekshiring. U oldingi uylarni vaqtida topshirganmi? Kadastr hujjatlari bormi? Shartnomada muddatlar va javobgarlik aniq yozilganmi? Uchinchidan, yuridik tozalik. Uyning haqiqiy egasi kim? Sotishga hamma merosxo'rlar yoki turmush o'rtog'i rozimi? Uy xatlanmaganmi yoki garovda emasmi? Notarius orqali barcha taqiqlar yo'qligini shaxsan tekshiring. Va eng muhimi, qo'shnilardan so'rang. Ular uyning yashirin kamchiliklarini sotuvchidan yaxshiroq bilishadi. Hissiyotlarga berilmang. Sovuqqonlik bilan qaror qiling. Xaridingiz barakali bo'lsin. Obuna bo'lishni unutmang.